sizlarga zo'r narsa ko'rsataman. Mana bu yerda hech qanaqa shahar, bir ko'p odam yashaydigan joy yo'q. Bu yerda ham mana ko'rib turibsizlar. Lekin mana Hojiboy aytadi, dalaning o'rtasida tepadan kartadan ham ko'rsataman, orqasi ham dala buni. Mercedes-Benz avtosalonlar aytdim, dala o'rtasi, bu yoqi ham dala, bu yoqi dala. Bu endi biz turgan fermani, Grovers Farm fermani karavanlari, lekin avtosalonlar ham oq dalaning o'rtasida. Ikkita shahar bor, Bogner degan shahar bilan Chichester degan shaharning o'rtasida. Lekin haqiqatan Chichester bilan Bogner shahri yaqin. Bu yerga turgani ham bir tarafdan yaxshi, chunki odamzod har kuni ham Mercedes olavermaydi-da. Lekin biladi qayerda Mercedes avtosalon borligini, bemalol kelib olib ketaveradi. Kunda olinadigan narsa bo'lsa ekan, shaharga yaqin joyga qursa.